Salom aziz o'quvchilar. Bugungi darsimizda hisobotlarda muhim ma'lumotlar va yoritlarni aks ettirish, hisobot va sahifa kalon titullari, report obyekti uchun sarlavhalarni belgilash, turli hisobot maketlari, sonli ma'lumotlarni formatlash, boshqa dasturda qo'llash uchun ma'lumotlarni eksport qilish tushunchalarini o'rganasiz. Ma'lumotlarni taqdim etish. Qidirish natijalaringizni muayyan formatda taqdim etish yoki ko'rsatish talab qilinadi. Hisobot ushbu vaziyatda eng keng tarqalgan usuldir. Report Wizard buyrug'i sizga query natijasini dizayn stiliga mos ifodalovchi report obyektini yaratishda yordam beradi. Faqat jadval kontentini ifodalovchi oddiy hisobot yaratsangiz ham bo'ladi. Jadvaldagi ayrim maydonlarni o'suvchi yoki kamayuvchi tartibda saralash orqali ma'lumotlar professional ko'rinishda taqdim etilishi ta'minlanadi. Hisobotlar turli formatlarda, jumladan boshqa fayllardan import qilingan mahsulot yoki kontakt yorliqlari shaklida bo'lishi mumkin. Ma'lumotlar bazasi dasturida hisobot yaratib, yorliqlarni chop etish uchun matn bilan ishlash dasturiga birlashtiring. Buning uchun Label Wizard buyrug'idan foydalaniladi. Chunki u report obyektidagi ma'lumotlarni yorliqlar bo'yicha formatlashga yordam beradi. Elektron pochta manzillari ro'yxatini chop etishda hisobot oldin jadval yoki query manzillarini tortib oladi. Shu tariqa hisobot barcha yorliqlar bilan birga nashrdan chiqadi. Hisobotga boshqa jadval yoki query'dagi ma'lumotlarni tortib olishingiz mumkin. Jadvalning ma'lumotlar maydonini to'liq emas, qisman ko'rsatishni istasangiz, shu katagidagi belgilarni olib tashlang. Misolda berilgan kontakt yorlig'i ostiga kompaniya kontakti yoki uy telefon raqamini kiritishni istamasligingiz mumkin. Bu vaziyatda yorliq faqat siz shu qatorda belgilangan maydonlarni ko'rsatishadi. Tafsilotlarni berkitish funksiyasi ma'lumotlarning muayyan qismini ko'rsatishga xizmat qiladi. Berkitishni istagan ma'lumot yoki yorliq belgilanadi. So'ng uskunalar panelidan Grouping and Totals bo'limiga kiriladi. U yerdan Hide Details tugmasi bosiladi. Endi tafsilotlar ko'rinmas holga kirdi. Tugmani ikkinchi marta bossangiz, ma'lumotlar qayta paydo bo'ladi. Hide Details sozlamasi guruhning quyi darajasidagi yozuvlarni berkitadi. Bu sozlama bir nechta darajada guruhlangan yozuvlar uchun mo'ljallangan. Ushbu amaldan query natijalarini report obyektida tasvirlashda foydalaniladi. Hide Details tugmasini hisobot dizayni ko'rinish bo'limida qo'llasangiz, keraksiz maydonlarni tanlab berkitish imkonini beradi. Hisobot va sahifa kolon titullari. Hisobot va sahifa kolon titullari bir-biridan farqlanadi. Misol uchun, hisobot kolon titullarining muqim joylashishi o'rni yo'q. Dizayn stilining bir qismi sifatida asosiy qismning yuqorisida joylashgan elementlar yuqori kolon tituli tashkil qiladi. Hisobot kolon tituli faqat bir marta ko'rinadi. Shuning uchun uni sahifaning muntazam takrorlanadigan yuqori kolon tituli bilan adashtirmang. Sahifa kolon tituliga sahifa raqamlari, sana va vaqt singari muntazam yangilanadigan ma'lumotlar joylanadi. Hisobotning quyi kolon tituli hisobot so'ngidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi va odatda har bir marta paydo bo'lib, sahifaning quyi kolon tituli kabi takrorlanmaydi. Hisobotingizga sarlavha qo'yish uchun title ikonkasini 2 marta bosing. O'rnatilgan sarlavhani o'zingizga moslab formatlashingiz mumkin. Header footer bo'limining istalgan sozlamasini 2 marta bosing va u hisobot sahifasiga avtomatik joylashadi. Xususan, hisobot sarlavhasi, logotipi, sana va vaqti yuqori kolon tituldan, sahifa raqami esa quyidagi kolon tituldan o'rin oladi. Avtomatik yangilangan elementlar sahifa kolon tituliga, bir marta paydo bo'ladigan elementlar hisobot kolon tituliga joylashadi. Report Wizard buyrug'i turli hisobot maketlarini taqdim etadi. Masalan, siz yangi report yaratmoqchisiz. Report Wizarddan tanlab, kerakli maydonlarni qo'shganingizda bir nechta tanlovlarga duch kelasiz. Mana bu tanlangani tabulyar maket. Shaklan jadvalga o'xshaydi. Yorliqlar maketning yuqorisida gorizontal joylashadi. Yozuvlarning har bir yorliqlarning birinchi qatordan pastdagi qatorlarda aks etadi. Kolumnar maket. Matn katagonida qator ustunlar va yorliqlar joylashadi. Datasheet jadvalli maketga o'xshaydi. Farqli jihati maketda ham qator, ham ustun yorliqlari bor. To'g'ri tekislangan maket, ya'ni justified. Maydonlar yonma-yon joylashadi va har xil o'lchamga ega bo'ladi. Maket turli shakldagi maydonlardan iborat hisobotlar uchun optimal tanlov. Amaliy topshiriq. O'qituvchingiz taqdim etgan Asset 18.02 faylining Osiyo go'zallik saloni ma'lumotlar bazasini oching. Uning mijozlar, ya'ni customer jadvali yozuvlardan foydalanib ma'lumotning qog'oz nusxasi uchun yorliq yarating. Har bir yorliqda mijozning ismi, sochining rangi va uzunligi aks etsin.
Sonli ma'lumotlarni formatlash. Sonning kasr qismaxonasini ko'paytirish yoki kamaytirish uchun katakdagi sonli ma'lumotlar tekislanadi. Amaliyot format menyusiga kirishdan boshlanadi. Ochilgan oynada kasr xonalar uchun kerakli raqam kiritiladi. Ba'zan sonli ma'lumotlarni foiz yoki valyuta shaklida ifodalash talab qilinadi. Bu amalni bajarish uchun formatting menyusiga kiriladi va kasr sonlarni formatlash ikonkasi bosiladi. Ochilgan menyudan kerakli qiymat belgilanadi. Shunday hollar bo'ladiki, ma'lumot va yoriqlarni moslab tekislashga to'g'ri keladi. Deylik, sonli ma'lumotlar va kasr sonlari o'ng tarafdan tekislash kerak. Ma'lumotlar bazasida tayyorlangan hisobot Design View byuro yordamida ochiladi. So'ng tekslamoqchi bo'lgan maydon belgilanadi. Home menyusida text formatting bo'limiga kiriladi va Right Aligned ikonkasi tanlanadi. Hisobot yopiladi va saqlanadi. Endi ma'lumotlar bazasini Report View yoki Design View byurodan foydalanib ochilsa, ma'lumotlar o'ngdan tekstlangan holda ko'rinadi. Sonli ma'lumotlarda mavjud kasrlarning sonini oshirish yoki kamaytirish quyidagicha amalga oshiriladi. Report obyekti Design View byuro yordamida ochiladi va kerakli maydon belgilanadi. So'ng sichqonchaning o'ng tarafi bosiladi. U yerdan Properties ochilib, format tanlanadi. Decimal Places buyruqlari tanlanadi. Qoldiqni ifodalashda valyuta uchun 2, foiz uchun 1 raqami belgilanadi. Hisobot yopiladi va saqlanadi. Endi u qayta ochilsa, formatlangan maydon ma'lumotlar eski kasr son ko'rinishida aks etadi. Boshqa dasturlarda qo'llash uchun ma'lumotlarni eksport qilish. Ma'lumotlar bazasida yaratilgan hisobotdan boshqa dasturda ham foydalanishga to'g'ri keladi. Bu vaziyat uchun ma'lumotlarni eksport qilish funksiyasi ayni muddao. Umuman olganda, ma'lumotlarni ko'plab boshqa dasturlarga eksport qilish mumkin. Ma'lumotlar bazasi va ma'lumotlarni boshqarish usullari kundalik hayotimizni juda yengillashtiradi. Masalan, onlayn do'konda siz ko'radigan tovarlar masofaviy serverda joylashgan ma'lumotlar bazasida saqlanadi. Structured Query Language (SQL) shunday masofaviy serverlardan biridir. SQL operatorlari masofaviy serverda ma'lumotlarni yangilab, o'tkazmalari ishlov berish kabi vazifalar uchun qo'llaniladi. Bu ma'lumotlar bazasidan foydalanishga bir misol, xolos. Onlayn band qilish, elektron tijorat, onlayn booking ya'ni band qilish, elektron tijorat, onlayn banking ham ma'lumotlar bazasi dasturlaridan ma'lumotlarni eksport qilish natijasida amalga oshiriladigan jarayonlar hisoblanadi. SharePoint ro'yxati ma'lumotlarni birdan ortiq odamga samarali eksport qilish uchun asqatadi. Bu amaliyot kompaniya xodimlarini xaridorlar, mijozlar va boshqa kontakt ma'lumotlarini qayta nusxalash va ko'chirish vazifasidan ozod etadi. PDF va XPS fayllari ma'lumotlarni osongina ulashish, ayni vaqtda ularning xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi. Chunki bu fayllarni tahrirlash deyarli imkonsiz. Ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri PDF va XPS fayllariga eksport qilish orqali hozirda ma'lumotlarni birma-bir nusxalash va qayta joylab o'tirishga hojat qolmaydi. Avvallari PDF fayl yaratish uchun bazadagi ma'lumotlar nusxalanib, matn bilan ishlash dasturida yaratilgan hujjatga joylangan. Keyin bu hujjat PDF formatiga aylantirilgan. Endi esa ma'lumotlar bazasi dasturining yangi versiyalarida yozuvlarni to'g'ridan-to'g'ri PDF yoki XPS fayl formatiga eksport qilish funksiyasi mavjud. Bu funksiya yordamida tizimga bir nechta buyruqlar beriladi. Sanoqli soniyalarda eksport amalga oshirilib, kerakli ma'lumotlarni jamlangan PDF tayyor bo'ladi. Mail merge amaliyoti aksar kompaniyalarning yordamchisiga aylangan. Ma'lumotlar bazasi bu amaliyotni samarali bajarish uchun muhim manba sanaladi. So'nggi yillarda shaxslarning kontakt ma'lumotlari saqlangan ma'lumotlar bazasini to'plash va sotish serdaromad bo'lib qoldi. Ammo bu ish ma'lumotlar maxfiyligi va kompyuterdan foydalanish masalasida muammolarga sabab bo'lmoqda. Kompaniyalar shaxslarning kontakt ma'lumotlari saqlangan ma'lumotlar bazasini sotib, ularga elektron orqali minglab spam reklamalar yuboradi. Qo'shimcha mashg'ulot. Ma'lumotlar bazasining shaxs daxlsizligiga ta'sirlarini muhokama qiling. Amaliy topshiriq.
Siz Happy Holiday ta'til uyushtiruvchi kompaniyasining devonxona xodimi lavozimida faoliyat yuritasiz. Vazifani bajarish uchun o'qituvchingiz taqdim etgan Asset 18.04 docx faylini oching. Xulosa: ma'lumotlar bazasining ikki turi uchraydi. Birinchisi oddiy ma'lumotlar bazasi, ikkinchisi relatsion ma'lumotlar bazasi. Relatsion ma'lumotlar bazasi murakkab strukturaga ega bo'lib, yirik biznes amaliyotlarini soddalashtirish imkoniyatini taqdim etadi. Ma'lumotlar uchun mos ma'lumot turini tanlashga ahamiyat bering. Validatsiya qoidalarini o'rnatish maydonga noto'g'ri ma'lumot kiritish bilan bog'liq xatolar, ya'ni GIGO'ning ehtimolini kamaytiradi. Ma'lumotlar elektron jadvallar, ma'lumotlar bazasi dasturlar yoki elektron pochta kontaktlari ro'yxatidan CSV, TXT, RTF formatida import qilinishi mumkin. Shuningdek, ma'lumotlarni elektron jadvallar ma'lumotlari bazalari, SQL serverlari va boshqalarga eksport qilsa bo'ladi. Quyidagilar ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni boshqarish usullariga misol bo'ladi. Maydonlarni o'suvchi yoki kamayuvchi tartibda saqlash, bir yoki undan ortiq mezonlarga mos query yordamida qidirish, arifmetik amallar bajarish, boolean operatorlar yoki wildcards qidirish usullaridan foydalanish. Ma'lumotlar aksariyat hollarda hisobot ko'rinishida taqdim etiladi. Hisobotlarga barcha hujjat o'lchamlari, jumladan yorliqlarni joylash mumkin. Hisobot yaratishning ikki usuli keng tarqalgan: tabulyar va kolumnar. Ish varag'i ko'rinishidagi tayyor shablonlardan foydalanish. Shablonlarni Design View byurovi yordamida o'zingizga moslab sozlash. Aziz o'quvchilar, ushbu bobda o'rgangan bilim va ko'nikmalaringizni mustahkamlab borishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.